Voy, mana uni ko'ringlar, qadrli oltariqliklar, xuddi Dubayga tushib qolgandek his qilasizlar. Juda ham zo'r, a. Bunaqa sharoiti bor choyxonani butun Farg'onadan ham topolmaysizlar. Basenga baho beraverasizlar. Bu yerga kelsalar PlayStation'largacha bor ekan. Qaranglar, sharoit bomba. Choyxonaga kelasizlar, bitta kalla otib, dam olishga nima yetsin, a? Qadrli oltariqliklar, Oltariqda shunaqa choyxona borligini bilarmidingiz? Hozir sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Qara, ketdik. Bu yerda qandoshlaringiz bilan, sinfdoshlaringiz bilan va eng yaqin do'stlaringiz bilan o'tiradigan juda ham zo'r xonalar bor ekan. Hozir birgalikda ko'ramiz. Qani, kelingchi, bu lyuks xonamiz. 17 Pro Max dan dizayn olib qilingan ekan. Qaranglar, juda ham zo'r, a. Qani, keling. Bu xonani ham ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda qandoshlaring bilan, do'stlaring bilan, sinfdoshlaring bilan kelib, birgalikda monaqa katta televizorda futbol ko'rishga nima yetsin, a? Qaranglar xonani. Ko'rib turganingizdek, Alijon ota choyxonasida jami 28 ta xonalar bor. Qaranglar, oshga baho beraverasizlar. Hozir sizlar bilan ham birgalikda tasvirdan ko'ramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Rishtonni oshlaman zo'r. Qadrli oltariqliklar, Oltariqda shunaqa zo'r choyxona turganda, Rishtonda nima qilasizlar? Kelinglar. Qaranglar, Rishtondan kerak bo'lsa ortiq joylar. Endi manzilga kerakdan bo'lsa, Oltariqdan Marg'ilonga qarab yurganda prezdan 300 ga yoq chap qo'lda keladi. Alijon ota choyxonasida hammani kutamiz. Kelaverasizlar do'stlar.